Nima qayga kelsa o'shani hisob kitob qilamiz. Dori, oziqalarni, o'shalarni hisoblaganda 20 million, 30 milliongacha sotdingiz. Ha. Do'xola 10 million sotdik, eng pasti. eng pastda. O'rta bir kasal qilib qo'ydik qutnaydi. Ash paytda 10 millionga tushdi. Hatto 20 million, 25 millionga topsa bo'ladi, bemalol. Bemalol. Usta deb bilsa. Endi mana u ham xudo xolasa ko'chada eksa endi yana oshadi. Endi maqsad shuda. Bunga qachondan ekasiz? O'sha ertadan boshlaganmiz, o'sha ertadan. Ertadan. Bunga nima narsa deydi mana ichidagilar? Kokosni o'zi keyin oqlab perlit qo'shiladi. Perlit. Perlit foydasi nima? Perlit foydasi namlikda kokosdan namlik oshchi bo'lgan oladi o'ziga. Kokosdan namlik qolmasa qaytib beradi o'ziga. Bu degani to'xtab qurib qolmaydi. Qurib qolmaydi. Bu bitta ana tuvagimizga nechtadan ko'chat ketdi? 8 ta keladi. 8 ta. Shaxmat qilib keladi. Masalan, maytga bitta keladi bo'lsa, maytga bitta keladi. Mana shunday ketaveradi, shaxmat qilib ketaveradi. Qanaqa sortlardan ekmoqchisiz? Asosan bitta Murani keladi. Murani. Bir ikkita radga, bitta radga bir koreyskiga ekib beraman deyapman, to'g'risi. Bezo bilan gaplashganman, beraman degan. Ikkita qatorga, bitta qatorga koreyskiga ekib qo'yamiz. Bu yerda koreyskiga ekib ko'rmaganmiz. Proba qilib ekib ko'rmoqchimiz. Ko'chalarimiz bor, probaga ko'rmoqchimiz. Misol uchun suv qo'yib ko'rdingiz, hech qayerdan tom ishlab bo'lmaydi, istilashimizdan xudo xolasa ko'nglingiz to'ldi. Zo'r bo'ldi, xudo xolasa. Mana ko'rdik, klelandi. Hamma yoq bexato, o'sha yo'qmaganda sizni chaqirmas edi. Bil, bo'lmadi, aziz berib nasib bizasiz boshqa odam chaqiradi. Chaqira. Yo'qdiki, mana. Deb aytganda, sizlar sizda misol ishingizda nimasi yo'q? Konteyner yomonlashmas konteynerda ham. U ham o'ziga yarasha klientlari bor-ku. Sifatga temaydi hech qatiga. Opkilar yig'ib xomut qatirasiz bo'ldi. Sifatga temaydi. Olib ketaverasiz. Menga shunisi yaxshi-da. Qachonki bir ish bo'lib qolsa, sha bo'shadi o'zgartiramiz kerak. O'zgartirib boshqa yoqqa ko'chirsa bo'ladi. Bo'laveradi. Kengaytirsa bo'ladi, kattalashsa bo'ladi. Yana bitta anaqasi buni effekti mana damlanadigan dedingiz-da. Bu ham eskimiz ham damlanadigan, bu ham damlanadigan. Bu ham damlanadigan. Bitta obunachilarimiz shuni ko'rsatib qo'ysak, mana ko'rishingiz mumkin. Damlanadigan jo'tini mana yerga tashlab ketganmiz. U tarafda yon bakovoylagacha damlanadi. Ko'rishingiz mumkin mana ro'parasida. Mana edi damlanadigan qilib berganmiz. Xuddi buni ag'ida ham bor. Xuddi damlanadigan mana. Bakka o'rtaga bitta motor qo'yiladi. Ikkoviga bir xil taqsimlanadi havo. Taqsimlanib, hamma yonlari bakov ikki tomon bitta motor hamma nima qilib beradi. Havo. Shuni termiz vazifasini bajarganda ikki qavat salom ham bo'ladi, havo bilan. Albatta, o'rtada vagon bo'ladi. Havo to'plagan hisobiga yana bitta plyus tomoni terlaydigan bo'lsa, o'rtadan terlab pastga olib ketaveradi. Ichkari terlamaydi. Ichkari terlamaydi shunda. Ichkari terlamaydi shunda. Ikkita salafanni o'rtasi terlar. O'rtasi terdi xolos-da. O'rtada bozma bo'lib turib, har yana bitta plyus tomoni ichkaridagi issiq havoni ikkita ko'langan